Azmat! Kubush! Kubuk! Kiri! Oy! Hech qaysi yo'q-ku. Qara. Men xat qoldirib qo'yibdi-da bular, ha? O'qib baqay. Qadrlik, suyimlik, ummoq erim Barat. Men choyga ketdim. Azmat qaytib kelsa, siz tamoq etib berasiz. Bo'mi sirtdan yesanglar bo'ladi. Haras, men choydan kelguncha ximi yug'urib tiltib qo'ying, ha? O'qishib, lag'ma etib berman. Bilgansin men qadrlik, suyimlik, ummoq deganda, yapash menda deb. Balamni o'qib baqay. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom qo'zam. Men maktabdan qaytib kelsam, sizlar uyda yo'q. Opam siz bilan birga tamoq yeyishini aytibdi. Biroq sizni saqlasam kamidingiz. Telefon qilsam taqaq. Shunga maktabga chiqib qolmay deb suvoq suvni nonchilab yeb ketdim. Opla. Telefonimni itib qo'yib, operatsiya kirib emasmi? Meni kechirgan qo'zam. Voy, bu keşif ketdi, chiq kelmaydi. Ops bilan bilganda, ops telefon qilib ya. Telefonim aytib gapti. Eng yaxshisi ashlar kelguncha o'qitib lag'ma aytib turay ya. Hajab müzik lag'manning tepib ketdi. Bizning adam xotinim kelguncha deb o'qitib lag'ma aytib o'xshaydi. Annam yey lag'man degani aytadigan bo'lsa, lag'manning onumanisini ko'rsatadi jumu. Mush so'zdigan bo'lsa, mush qildigan bo'lsa, qo'llari shunchalik kelib ketadi. Jinimgo mening shunchalik yaxshi ko'rman. Ummoq toza. Endi keldim xotin. Uyey, umaqlıqını. Do'stlarning yarışib ketdingmi? Partuxlarning kelib ketdingmi? Uyey, ochiq kelsa, burtlari dingi bo'lib, burunning teshiga moshta bo'lib ketdi bizning adamning. Voy, sizlarni cheg'inib bo'ldir yinib keldim-ku mana. Xotin, tunugini choyga oldim. Bugun yana bu choy bordimi? Nima tugmayga choy bu? Voy, shundan ha. Bu choylarning qiziqga. Bo'lsa, keyni bo'lib ketdi. Yo'q, hech qaysi yo'q. Hey, bugün choyni og'a qarang, maymun aqildi. Maymun. Kasabet degan, jo'z deganga chiqirib etdikin, sey qo'rimlar deganni har xil, har yanza jo'z deganning beka yeri yo'q. Sirapchilik. O'ynab ketdik, muzika degan bo'lib ketdi. Ayollar degan tansi deganni o'ynab ketdik. Ayol tansi o'ynamdi? Xotiningizning shundoq taysiz qilibdiki, chaqchaq ayollar deganni o'xshatib etdim. Restoran deganni o't chiqarib etdim toza. Sen chiqargan shu o't restoranga erlarni burtuq tushib ko'ydirib etganda. Voy, nereden bildiniz? Mening o'ynagan usulim qarab, qilgan chaqchaqlarim qarab, restoranda o'tirgan bunda shapurtliq erlar ko'zini olg'ay qilib qarab ketdi. Bir do'qima cho'yli bilan kim o? Voy, chaqchaq qilib qo'ydim jinim. Hozir restoranda mana akshi bor edi. Restoranning ichiga shunday qarab kirgan bo'lsangiz, vaqtida ayollar hammasi choy jo'ziri. Erlarga qarang. Ayrim xallarda, qavoqxonlarda, menda o'tirdi. Yo'q etqimig'ina. U degan bir qism jamiyatga boshqal erlar. To'din. Bir shunday qilib hayron meniki. Bu jamiyat taraqqigan sira bilmayman qasam bishni bizga kutib qolgan deyman-da. Voy, Borat. Voy, men aytman-ku tomoqlarni, lag'manlarni, pololarni, montlarni yetib bersam, voy jinim xotinim o'xshabdi, qo'lingga berkat bersin deb maqtab yeb ketibsiz-ku. Men aloqalarım menga hozir g'alati laqab qo'yibdi. Nima laqab qo'yapti? Burun hammasini Barat doktor, Barat vrach deydi. Hozirchi Barat Lag'man, Barat issiqso'g'oq, Barat tilta deb mushtalaqab qo'yibdi menga. Shundoq yarishibdi laqablarimiz. Voy, sizning meylaqa gidiyib, mundoq qo'saqlarni chiqarib mengizsa, og'aylaringizning shundoq deb laqablari bor-ku. Ha? Iliq Farhat degan og'ayningiz bor-ku, ayol juvavasta. Jilt ichtirdi-ku. Shuninglar uningga Farhat jilta deb laqab qo'yibdi. Yana da qiziqi bor. Iliq turganda ko'zlari qisiq bir
turgan ilgili lükçek nima bu? Oy lükçek emasga, turqi lükçekdek turgan bilan u bechoram uyga yurib, tartib deganni esib, yang deganni turib, qochib deganni jib qochirib ketdiga. Shundan bilan uningga turgan qochirg'ish deb laqab qo'ydim. Astagfirullah. Sizlar choy qilib, mustaq tayin yo'q, mustaq lavuz gaplarni qilib, mustaq qilib o'tirsagina, choy dina shamdi. G'iybat degan o't isqo jinim. G'iybatdan ichqanimiz bo'shab qoldi-ku. Yoqildi bu odamga va? Yoqdi. Voy xudoyim tova. Hey, sizlarga va jamiyatda sizlar qo'ygan laqabni bilamsizlar? Bu sana. Menga? Ha. Menga deb laqab qo'yibdi. Sana bu guli ishtik, guli to'liq deb laqab qo'yibdi. Oy. Guli mismis, guli kamchil degandan yaxshi ekan-ku. Ma'qul qilgan. Hey, guli ishtik degani bu ishkili kelinglar desasan 13 kun bor kelsa. 13 kun bir restoranda hech kim yo'qsan, o'zing yolg'iz o'tirib, kelgan ketgan tut qo'ldirib qarab o'tirib kelsan, o'zing yolg'iz. Guli to'liq degani tova qayga qarasana, restoranga, oromga hamma gullit qilib qarasa. Bu laqabni haq emas, mening siz qo'ydingizmi deyman-a? Bir yerga bormisin, restoranlarga bormisin deb. Hey, og'aylaringizning har oyda bir oyda necha qitim choyga borganligini bilamsiz? 8 qitim, 9 qitim choyga bordi. Mencho aran 3 qitim borma. Voy, undan qo'ysan men ko'pan ko'tarib shu restoran qunib bir oy bir kelsamamdi. Her bir choyga kiygan kiyimichi. Turkiyaning, Dubayning kiyimlarini kiyib bordi. Osqon bu zinatlarni ko'rdigan bo'lsangiz, ko'zlaringiz olachakman bo'lib ketdi. Mencho men bijarchi. Yelim ma kiyimimni bulto ip qo'yib ekanman. Restoranga shuni kiyayotgan, xizmatga shuni kiyayotgan. Agar o'shalarda kiydigan bo'lsam, o'lg'odiga o'xshaysiz. Sadaga ketay xotin. Sen bir o'qigan, onliq bir ziyoli obdan ayol bu, ha? Nimda o'zing uloq surishtirsa deyman. Ha? Nimda o'zing surishtirsa? Sen o'ylab baqa, bizning umrimiz bu oyoq uzmaygan choylar bilan, bu yig'ilishlar bilan, shuninglar o'tamda. Bizda buni illiq oila, buni farzand tuyg'usi degan uqumlar yo'qmi bizda deyman. Uyim, balam, kalam deb hech kim bilan aralashmasam bo'ldi ekanda. Bu daqiqatim choyga toza. Balamning o'qishi qiziqqan pulni elib, meni Turkiyaning bir qor yeterini kiyib toza. Moda bo'lmaydigan bo'lsam, har as ismning borda shu konni yevalaychi. To'xta! Hey, sen qaysi yuzingdan, qaysi ig'izingdan mushkil davatsa, ha? Sen kiyim kiymadimay? Ma balimiz nima yeyapti? Mana o'qish qandaroq, musan o'ylab baqdingmi sen, ha? Sen musan o'ynagan kiyim to'g'rimi sen? Voy! Balıqını? Balıqını? Voy, siz bilan bilamasmi? Sen bilamasmi? Astagfirullah, bilanma bu. Voy, kechkirib ketdi. Astagfirullah. Men siz bilan buni o'xshaydi debdimmi? Keldi. Voy, qanday ahvolinglar, yaxshi tudingmi? Ma'lum. Azmat o Azmatning bo'ldi ma'lum. Azmat doktorxona kirib qoldi. Ha? Asrab ketmanglar. Sinf o'shadan ketib doktorxonaga olib borgandim. Doktorlar bir qiz tekshirib ko'rgandan keyin oziq yetishmaslikdan bo'lgan qon ozlik kesilgan degan diagnozni qo'ydi. Uning ustiga maktabda ilg'or o'quvchi edi. Darslardan chekinib ketyotdi. Mush ahvollarni ichkinlarga dab qo'yadi deb kelishimdi. Mana bizniki mas'uliyat. Mana bizga mas'uliyat. Ijar balam. Tatib qo'zam. Qancha qitimlab oshqo saqlagan bo'ldim. Qancha qitimlab topshiriq tushunamagan masalalarini bizni so'rash uchun atrofimiz bizni izlagan bo'ldim. Meni kechigin balam. Meni kechigin. Men xato qildim. Aslida vaqtimni xatar chaylaga sizni o'zimdan keyin kechikib bermang. Umar farzandimni o'zlig'ini shig'im. Uning tarbiyalanishga o'sha 50 oilamga bergan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'lardi. Meni kechir. Aslida biz bu choylar inoqlik, ittifoqlik, mehmondo'stlikdan derak beradi. Biz bu choylar orqali bir-birimizni izlashib, bir-birimizni yo'qlashib, halmon bo'lishib, o'tirmizga mehr muhabbatni kuchaytirib boradi.
afsus. Yaqinqi yillardan beri bu choylar oiladan restoranlarga ko'chib, hashamatchilik, isrofxo'rlik, hayvat shikoyat so'riniga aylanib qoldi. Zaraz. Men balning yiniga berib qo'yaylik. Shunda qilaylik.